Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Men bir narsani reklama qilmoqchi edim. Reklamam davomida nima demoqchiman? Samarqand viloyati Payariq tumani Obal mahallasi Bobur qishlog'ida bir uchastka sotiladi-da, 30 sotik. Kelishamiz deydi, nomerini aytdi. Mana unday joy. Daraxtlari bor. Uchastka, uyi yo'q mana. 30 sotik uchastkani sotiladi dedi. Kelishamiz deydi. Telefon nomeri 99lik 192 88 66. 99lik 192 88 66. Mana shu uchastka sotiladi. Bo'sh uchastka. Kadastr hujjat dokumentlari bor. Asfalti yonida. Mana telefon nomeriga murojaat qilaverasizlar-da hozircha. Mana 30 sotik deyapti. Hozir menga aytdi, shuni qo'yib ber uka dedi. Mana asfalt. Asfalt bilan 5 metr ham chiqmaydi.